Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadbirkorlarga uchrashuvimiz shu ko'rgan mahalada belgilangan ismim Farruh, familiyam Mahmudov, mahalla ishlash bo'limi Xorazm aylanida bosh menejeriman. Kredit masalasi bo'yicha qanaqa qiziqishlaringiz bo'lsa bemalol boshlaymiz. Shuni qo'llanganingizda qonun doirasida hal qilishga kutamiz. Mahalla agentimiz, mahalla vakilimiz bundan tashqari faoliyatini topdilar. Har kun she'rlar, biron kreditdan qiziqishlaringiz bo'lsa bemalol aytishlaringiz mumkin. Shu kredit produktlarimizga keladigan bo'lsak, mahalla loyihasi doirasida ishsiz fuqarolarga, o'zini-o'zi bank degan fuqarolarga 50 milliongacha 5 yil muddatli 2 yil imtiyoz davrlar, ayollarga 23%, erkaklarga 25%dan kreditlar ajratamiz. Xuddi shunday o'zini-o'zi bank degan fuqarolarga 17 milliongacha fuqaroning plastik kartasiga ajratiladi. Bu ikkita produktimiz 23%dan 4 yil muddatga, erkaklarga 25%, 6 yil imtiyoz davrdan 17 million so'mgacha o'zini-o'zi bank degan fuqarolarga kreditlarimizni ajratamiz. Qo'yish keyinchalik yana oldin onlayn tadbirkorlik doirasida kredit olib, undan maqsadli foydalangan ijobiy kreditlarga ega bo'lgan fuqarolarga 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davridan yuridik korxonalar tashkil qilganlaridan keyin, masalan, oldin oilaga olgan 33 millionlik ijobiy kreditlarga ega YTD yoki MCC tashkil qilsalar, ularga 100 milliongacha garov ta'minot talab qilinmaydi. 5 yil muddatli 2 yil imtiyoz davri va asosiy vosita yoki xizmat ko'rsatish jarayonlarda bevosita ishtirok etadigan vositalarga 5 yil muddatli 2 yil imtiyoz davridan pul ko'chirish yo'lidan kreditlarimizni ajratamiz. 100 million so'mdan oshgan qissaga garov ta'minot talab qilinadi. Bu 300 milliongacha bo'ladi kreditlarimiz. Shunday yoshlarimiz tadbirkorlik rivojlantirish maqsadida Prezidentimizning 60-sonli qarorlari doirasida kreditlarimiz bor. Bu ham xuddi shunday 60 oyga 1 yil imtiyoz davridan yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga yana qulaylik taraf shuki, 3 oy foizdan to'lamaydi. Ya'ni 3 oy foizdan imtiyoz bor kreditlarimiz. Bu ham ko'chirish yo'lidan ajratiladi. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga yillik 18 foizdan ajratiladi. Kreditlarimiz bo'yicha kimda savol bo'lsa, bemalol aytsalar, savollarga qo'yganingizda javob beramiz. Muammolaringiz bo'lsa, aytsalar, so'raganingizda qilishga qonun doirasida qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasa o'zimiz kreditlarimiz qanday bo'lsa, do'konga masalan, kafelarda ishlaydi-da? Yo'q turishinglar. Bo'ldi. Hujjatlari nima qayerda? Hujjatlari qayerga ko'rishga bo'lgan. Kafellarni elektron kulishlari bilan aytilganmi, ogohlantirganmi, elektron kulish bilan kirib, agrobankdan ma'lumotlardan foydalanish uchun ruxsat berishdi. Bu bo'yicha bank vositalariga o'xshashimiz har qanaqa bo'lib, masalan, tezdiramiz, tuman sentrlarida, masalan, kulish o'rnlarida olinadi, hammasi tanlab keldi hozir. O'shanga tilishga bo'ladi. Bo'ldi, masalan, fonlar tavsiya qilib. O'zimga ham olmoqchiman 7 milliondan masalan. Sug'urta polisi yoki uchinchi shaxs kafilligi bilan beriladi. Uchinchi shaxs kafilligi bilan berilganda sug'urta polisi uchun to'lov o'zida o'zgaradi. O'sha sug'urta uchun olinadigan to'lov ham qaysidir qismda siz xarajatingizni qoplaydi, o'sha uchun uchinchi shaxs kafilligini taklif qilamiz. Bemalol 4 yil muddatga 6 yil imtiyoz davridan 25 million transferini ko'chiradi. Ishsiz, ishsizda emas. Masalasi o'qib beramiz. Hujjatlarni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Masala yo'qmi? Tezroq chiqish kerak. Tezlashtiramiz. 2 kun, 3 kun. 3 ish kunida arizangizni ko'rib chiqamiz. Qolgan 3 ish kunida u arizangizni ko'rib chiqamiz deganmiz, kirib ajratamiz. O'sha sizga tushadi. Berilgan hujjatlar?